Assalomu alaykum. Xorazm House kanalına salomlar yurtdoshlar. Sizlar bilan har doim Diyarbakır Xudo xohlasa bugun sotuvdagi joyimiz hurmatli obunachilar Urganch shahrida joylashgan 7 etajli domimizni 7-qavatindagi suv, suyet, gazidan muammosi yo'q bo'lgan Yevro remontdan chiqib yashashga tayyor pod ключ domimizni sotib oldik. Hurmatli obunachilar, ushbu podyezdimizda Xudo xohlasa videomizni albatta like bosib, obuna bo'lib qo'yib, kuzatib turishlaringizni so'rab qolamiz hurmatli obunachilar. Şu podyezdimizda birinchi podyez. Xudo xolasa. Lokatsiyasi hurmatli obunachilar, qaranglar. Bu yoqdan tomonidan kelsangizlar, Rossiya Intermon servis tarafdan kelasizlar. Bu yoqimiz kanalimiz ota-ona ijod markazi. Shihota chiqib ketaverish, eksterniy banisa. Bitta tasmasam 3-son maktab bo'lishi kerak hurmatli obunachilar. Bundan bir oy burundan beri joy chiqarib berdik. U sotilib ketdi, birinchi qavatda edi. Bu esa 7-qavatda hurmatli obunachilar. Shunday chiqqanimizdan keyin podyezdlarni qaranglar. Akkuratni liftlar ishlab turibdi. 7-qavat ko'da ishlashingiz mumkin, lekin hozirgi vaqtda obunachilar 7-qavat menimcha yaxshi. Havo sifatidan ham ses bo'lmaydi azatib ve egalasida damlar hozir lift ishlab turibdi xudo xolasa. Shuni video jarayonini ko'rib boraversa, like'larni bosib ketaveramiz. Niyat bilan olsa xudo xolasa uyimizni ko'rsangizlar. To'g'risi, men yoqdi. Joy chiqarib yurgan bo'lsam, shu chiqarib yurgan domlar ichida eng yaxshilaridan birisi desam bo'ladi hurmatli obunachilar. Dokumentimda muammosi yo'q, 71 kvadrat metr. Xudo xolasa ushbu xonalarimiz sotuvda. Shunday girganimizdan keyin hurmatli obunachilar, bu yoqda rakovinalari qaranglar, akkuratni remontlardan chiqqan hurmatli obunachilar. Videomizni albatta like bosib, niyat qilamiz, kommentariyani niyat qilib ketamiz. Qaranglar, pastimiz cho'plik bo'ladi hurmatli obunachilarimiz. Dalani hol, dalan demakmi? Holi bu yoqda yana kuxnyasi birinchi xonasi. Kuxnyasidan ketamiz. Kuxnyasi, sanuzyeli, kirgan joyi cho'plik pol hurmatli obunachilar. Kirganimizdan keyin o'ng tomonimizda bu yoqda kuxnyasi bo'ladi hurmatli obunachilar. Qaranglar, remontlardan chiqib turibdi. Akkuratni hamma ishlangan, eshiklarni e'tibor berishingiz mumkin. Eng zamonaviylari hurmatli obunachilar. Kir mashin, bu yoqda pechkasi, gazidan umuman muammosi yo'q. O yüzden Xudo xolasa. Divanlar ham вообще zo'rindan sifatlisini ishlatilgan. Adresimiz yana bir bor tushuntirib o'taman. Bu yoqda balkon oladi hurmatli obunachilar. Yana bu yoqdan qurilishlar yetib yotibdi. Bu yoqimiz yana Man servis Rossenter bozor tarafdan kelsa, Kamzon tenaz ijod markazi, soatni ko'pidan chiqib ketaverish. Bu yoqimiz esa eksterniy banisa hurmatli obunachilar. Bizning xonadonimiz esa yurt xonasi shunday shikarniy 2 xonadan iborat. 71 kvadrat metr. Telefon yakkaldi hurmatli obunachilar, shu sababdan videomiz uzilish bo'ldi. Aytib o'tganim sanuz yelib, kuxnyasi kirgan joylar cho'plik bo'ldi. Birinchi xonamiz spalniyasi bo'ladi hurmatli obunachilar. Shkaflar ham eng zamonaviylari ustoz ekranga o'tib bo'lsa. Bu yoqda artel televizorlari hammasi ishlaydi. Bu yoqda oynalar ham eng sifatlisini ishlatilgan. Ular bir go'st, bir sara yaxshi. Hoppa. Narxini chiqoldi desangizlar, hurmatli obunachilar, shunda bir o'tirib olamiz, tanaffus. Egasi bilan maksimal so'doshgan holatda 58 ming Amerika pulini qo'yib beramiz. Yana ham so'dosh bosasa bo'ladi hurmatli obunachilar. Sanuz yerlari. Yurtimizning bu yoqda restoranlari hurmatli obunachilar. Sarfdan oldirib beramiz, bu yoqda xohlasa. Narxi $8 ming ustida kam bor. Keyingi xonamiz zali bo'ladi hurmatli obunachilar. Bu yer ham вообще katta olingan, durumga boshlanib kirganamiz. Hoppa, bir ikkisi ne deydi? Doğrusu üzüm hem yaktı bu dom hurmatli obunachilar. Biz yana hammamizga nasib etsin, niyat qilganimiz, kommentar niyat qilmak ketamiz. Yevro remontdan chiqib yasha tayyor xonadonimiz xudo sotuvda. Dastlari bu yoqda ilomat pul.
Allah haqqısa alaka çıxar, sən mənə sifətisini işlədin. Yəni doğrusu üzüm dom çıxarıb mən, remontlanan görüb mən. Bu remontu vəbşi zor yan bu cayına xurmətli abunəçilər. İyi, narxam yaxşı narxda. Yenə gəlişib bəllə dəldi. Bu 58 min aytala verədi. Yenə sodalaşıb asaza boladı, üstündə kəmi var. Variantlarım var. Kredit hesabında, yəni ki də barter hesabında satıb asaza boladı. Alaka çıxa verəsə, kimdə satadığını öncə makine olsa reklama qılıb bənəmiz. Baxaqsa. Nağd pula satış edən bənəmiz. Sağ olun, salamat olun. Sizə bilən hər dəfə digər bir xudayar futbolda. Abunə qoşulmayın, xurmətli abunəçilər.